Bugün Diyarağın çayxanası 7 gücümge keldik. Yangicha ko'rinish, yangicha atmosfera. Hozir ham mas'ul chetdan ko'rsatib chiqamiz. Qani axir bu necha odamlik bunu? Bu mestamız 50 adamlık bu. Xudo xolasa yaqinda 25-mayga 10 yillik, 15 yillik, 20 yillik şu kesalar chiroyli etib o'tkazib beramiz. 50 adam orqaga o'tirib siyadi. Bir yerning o'zine 50 odam ha? Ova, bu yerda o'zina 50 Sim adam. tashlab o'tirsa bo'ladi. Ova, sim tashlar. 10 yillik, 15 yillik shu maktab. O tapchandan 4 tane var ekan. Ova, tapchandan 4 tane var. Xalata o'zi pishirib, o'zi pishiradi. Xalasa pishirib beramiz. Ajoyib, chiroyli chiqibdi lekin. Xudo xolasa kelaveradi. Qani bir obunachilarga bir chegirmadan qo'yib berasan endi. Obunachilarga chegirma qo'yib beramiz, xudo xolasa. Nima qilasan qani obunachilarga? Obunachilarga baliq qo'yib beramiz. Xo'p. Baliq 80 dan qo'yib beramiz. Juvives emas, ichak chavag'ini tozalab qo'yib, keyin o'lchaymiz ova. Keyin o'lchaymiz. Hozircha so'm o'zi bu. Hozir 100 ming so'm. Skitkada 80 ga. Ova, skitka 80 da. Hafta biz skitkamiz hafta davom etadi. Hafta 90-dan to'g'ri keladi bu. 10-maygachalim deb Ova, qo'yib. 10-maygacha. 10-maygacha 80 ming so'mdan qo'yiladi. Ortib tozalab 80 ming so'm. Noni choyi ichida. Diyarağının balig'ini biladi hamma, mazo etib pishiradi bu yerda. Endi qolganlarni ko'rib chiq ichkarilarda, mehmonlarda. Bo'ldi. Ana Azamat. Bugün ana yine şu Diyarbakır çayxanasına geldik. Hem işe gidiyor. Bir yerde 7 gücüm deyimiz değil mi? Bunu kara gücümlerde karasana mı? Evet İstanbul'a gidip gelemedik. En az Diyarbakır. Daha önce savunası başkası bu kadimki çayxanalardan biri bular. Ama Diyarbakır'da işlerine Ahmet. Qani axir baliqdan boshqa taomlar ham bormi bu yerda? Ova, har xil taomlarimiz bor. Baliqdan tashqari setka tovuğumuz var, setka balig'imiz var, qarın toyog'imiz bor. Shashliklarimiz bor, har xil Napoleon shashlik, ijan shashlik, kuskoviy shashlik, steklarimiz var. Saramaga tovuq bor, bovur bor, setkaga bovur. Bundan bor ekan demak. Bundan bor. Men olib kelaverasizlar. Ko'p orqang. Mana telefonim bilan yozib qoldiraman. Xudo xolasa kelaveradilar, chiroyli etib zo'r etib beramiz. Atmosfera chiroyli. Tabiatning bo'yinda, yomg'irning ostida o'tirsangiz odam chiroyli bo'ladi. Ne go'sht asartim, ajoyib bo'lib turibdi buni. Kelaverasizlar. Kelaverasizlar. Bu yerning manzili zavod yo'ldan to'g'ri kirib kelasizlar ochaqlarga qarab. Kirib kelgan yerda o'zi 7 dana gücüm kutib olasizlar. 7 gücüm çayxonasi, Diyarağın çayxonasi ko'pchilik biladi. Evvelgi çayxonalardan.